Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamshaharlar. Shu ko'cha kunduzlarda biz barchamiz eng qutlug' muborak bayramimiz, ulug' bayramimiz, mustaqilligimizni 35 yilligi bayramini kutish arafasida turibmiz. Shu kunlarda beixtiyor bu mustaqillik davrida qilingan ishlarni sarhisob qilishga albatta imkon bo'ladi. Va mana shu imkoniyatlarni biz amalga oshirayotgan paytda mustaqilligimizning birinchi yillari va shu ko'cha kunduzdagi ayni kunlardagi holatimiz, vaziyatimizga agar baho beradigan bo'lsak, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Xususan muhtaram yurtboshimiz tomonidan har bir sohada amalga oshirilayotgan islohotlar o'zini samarasini berayotganligi bizni xursandchiligimizga xursandchilik qo'shadi. Chunki mustaqilligimizning dastlabki yillarida aholimiz bilan turmush tarzimizni agar ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, juda katta qiyinchiliklar boshdan kechirdik va u kecha kunduz bilan hozirgini kecha kunduzning tafovuti juda ham katta. Bugun xalqimizni turmush tarzini yaxshilanishi evaziga aholimiz o'rtasida o'rtacha yashash yoshi oshdi. Aholi soni ko'paydi. Uy-joylar, qo'shimcha kommunal xizmatlar sohasidagi qo'shimcha yaratilayotgan imkoniyatlar ko'payganligi sababli bugun turmush tarzimizda juda katta o'zgarishlarni, xursandchiliklarni guvohi bo'lib turibmiz. Ayniqsa kommunal xizmat sohasi xodimlari shahrimizni obod, chiroyli, ko'rkam bo'lishiga juda ham katta xizmatlari bor. Elektr ta'minoti, gaz ta'minoti xodimlari, suv ta'minoti xodimlarini shahrimiz aholisiga qilayotgan beminnat xizmatlari turmush tarzimizni yaxshilashga munosib hissa qo'shyapti. Fursatdan foydalanib, mana shu yuqorida xizmat qilayotgan tashkilotlar, ular qatorida obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarini mana shu kelayotgan bayram bilan chin qalbdan tabriklab, ularni ishlariga muvaffaqiyatlar, doimo sog' salomat bo'lishlarini tilaymiz. Afsuski, gurunch ichida kurmak bo'lgani kabi mana bunday chiroyli zamonga yashayotgan ayrim xonadonlarimizda, ayrim oilalarimizda hali befarqlik, loqaydlik, dangasalik kabi illatlar mavjudligi ham bizni tashvishga solyapti. Buni ochiq qilib aytishimiz kerak. Bu borada agar mana shunday holatlar duch keladigan bo'lsa, eng avvalambor o'sha hududni, o'sha shaharni, o'sha mahallani keksalarga murojaat qilinadi. Keksalardan so'raladi. Albatta shahrimizdagi ko'p sonli keksalarimiz bilan birgalikda hozir mana shu sohada ham ishlarni tashkil qilganmiz. Ma'naviy, ma'rifiy ishlarni samaradorligini oshirish maqsadida har bitta mahallada, har bitta ko'chada ko'cha vakillarimiz, o'sha ko'chada istiqomat qiladigan keksa otaxon, onaxonlarimiz, hoji ota, hoji onalarimiz bilan birgalikda biz tozalik, obodonchilikni targ'ibotini bundan ham ziyoda qilishga harakat qilyapmiz. Ko'p joylarda muvaffaqiyatlar qo'lga kiritilyapti. Hurmatli azizlar, shahrimizda juda ham ko'p o'zgarishlar qatorida, ayniqsa qurilish sohasida, binokorlik, bunyodkorlik sohasidagi ishlarni aytmasdan ilojimiz yo'q bu ko'cha kunduzda. Shahrimizga ko'rkiga ko'rk qo'shadigan 5-7 qavatli uylar soni ko'payib, xalqimizning uy-joyga bo'lgan muammolari ham o'z yechimini topyapti. Shu sababli murojaatlar soni keskin kamayishga erishyapmiz. Har hafta shanba va yakshanba kunlari ko'p xonadonlarda udumga kirib qolgan shanbalik, yakshanbalik qilib oila a'zolari bilan, farzandlari bilan ishni tashkil qilayotgan oilalarimiz bor. Ularning safi kengayayotganligidan xursandmiz. Mana hozir fursatdan foydalanib, kelgusi shanba, yakshanba kuni, ya'ni 25-iyul, 26-iyul kuni shahrimizdagi mavjud qabristonlarga ham biz shanbalikni joriy qildik. Shu shanbalikka baholi qudrat xalqimizni
hamshaharlarimizni chaqirib qolamiz. U yerda yotgan azizlarimizni qabrlarini ziyorat qilish, qabrlarini obod qilish, umuman qabristonlarga e'tiborni katta qilib qaratish maqsadida mana shu ishlarga hammani safarbarligini so'rab qolamiz. Hammalaringizni o'sha hasharda imkon qadar muvaffaqiyat bilan, g'ayrat bilan, mehr bilan va o'tganlarni yod etish orqali ishtirok etishlaringizni so'rab qolamiz.